Çaugayni kim qasıldı? Bu Subuydan namlıq əsərdəki talaş tartışıq ega bir tema, hem bir məxfiyyətlik. Birinci bulup bu temaga nimish shuncha qiziqmaymiz degan vaqtning o'zida hammamiz bu yerga Liangshan ko'ldagi baturlarni yoqtiramiz. Liangshandagi baturlarning oxirgi natijasi tragediyasiga noit echinimiz. Bundaq bo'lmasuti deb o'ylaymiz. Undaq bo'lsa bu tragediyaning sababi nima? Liangshan ko'ldagilarning o'rniga el bo'lishi. O'rniga el bo'lishini kim o'tirib qo'ydi? Bu yerdagi Sunjang. Nima uchun Sunjangning gapini anglaydi? Chunki Chaogay o'lib ketgandan keyin Sunjang ataman bo'ldi. Bu shifoliq yomg'ir Sunjangni hammamizdek yoqtirib ketmaymiz. Aniqroq deganda o'sh buningga. Shunga hammamiz navodi Chaogay o'lib ketmagan bo'lsa, Sunjang bosh atama bulanmaydi. Chaogay hayot bo'lgan bo'lsa, Liangshanning taqdiri boshqacha bo'ladi deb o'ylaymiz. Ham shunda orzu qilg'ashqa bu Chaogayning o'limi talash tortishiq ega bir muhim tema. Endi bu gumonning birinchisi bu yer Sunjang Liangshan ko'liga chiqqan vaqtning o'zida Chaogay bu atamanlik o'rnini Sunjangga o'tinib bergan, qayt-qaytlab. Biroq bu yer Sunjang olmagan. Endi Chaogay o'lib ketgan vaqtning o'zida bu atamanlik o'rnini Sunjangga o'tinib berish eng yaxshi fursatdi. Biroq shu vaqtda Chaogay nemishqa Sunjangga o'tinib bermay, mening qisosimni kim olsa shu Liangshanga ataman bo'lsin deb vasiyat qoldirdi. Endi bu vasiyatda aniq mening qisosimni kim olsa degan tursa, Sunjang bu gapni chiqiblar, Shimingongning kallasini kim olsa shu ataman bo'lsin deb vasiyat qoldirdi deb o'zgartiryotdi. Sunjangning bu yerda zodi nima maqsadi bor? Chaogayning o'limida qanday suiqasdda yushirilgan? Bu mazmunni ostidagi ulanmaga 20 minutlik to'liq bir mazmun qilib chiqarib qo'ydi. E'tibor bahsi bilan bir ko'y 3 mo changilar setilib ko'ra olasiz. Ostidagi ulanmachiga rahmat.